Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Superligada o'yinlar qizigan pallasida 10-turni ham o'tkazdik va oldinda 11-tur bellashuvlari kutmoqda. Muxlislarning sevimli jamoalari qayd etayotgan natijalar esa har doim ham xursand qiladigan emas. Futbolda albatta kimdir yutadi, kimdir yutqazadi. Muxlis esa har qanday holatda ham jamoasiga dalda bo'ladi va qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda Andijon eng ko'p muxlis yig'ish bo'yicha peshqadam bo'lib turibdi. Ortda qolgan 10-tur ham muxlislar bo'yicha statistika raqamlari turlicha. Bu turda eng oz ishqiboz Xorazm Mashal bahsida kuzatildi. 3-0 hisobida urganchliklarning g'alabasi bilan yakun topgan bellashuvda bor yo'g'i 179 nafar muxlis yig'ildi. Eng ko'p muxlis turning markaziy uchrashuvi hisoblangan Agentga Neftchi o'yinida to'plandi. 8315 nafar ishqiboz ushbu bahsni bevosita stadiondan tomosha qildi. Aytish mumkinki, Olmaliqdagi arenaga kelgan muxlislar futboldan zavq oldi. Farg'onadan ham muxlislarning kelgani stadionga umumiy tashrif raqamining oshishiga sabab bo'ldi. Umumiy hisobda 10-turdagi 8 ta uchrashuvda stadionlarga jami 31186 nafar ishqiboz keldi. Surxon Sug'diyona 2814 tomoshabin, Buxoro Dinamo 2110 tomoshabin, Qo'qon 1912, Nasab 4150 tomoshabin, Shurtan Andijon 4186 tomoshabin, Bunyodkor Navbahor 1899 tomoshabin, Xorazm Mashal 179 tomoshabin, Qizilqum Paxtakor 7533 tomoshabin, Agentga Neftchi 8315 tomoshabin uchrashuvlarni bevosita stadiondan tomosha qildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Milliy bomdan uzoqlashmang. Siz kutgan va bilishni xohlagan ma'lumotlar hali oldinda. Xayr, sog' bo'ling.